Assalomu alaykum. Fikrat kanalida dunyo bo'ylab ko'rsatuvi. Bugun ekran orqali Turkiya davlatining sirli Istanbul shahriga sayohat qilamiz va u yerda butun dunyo ahlining hayratini oshirayotgan Topkapı saroyi haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Tayyormisiz? Unday bo'lsa, ketdik. Topkapı saroyi yoki Saraglio Turkiyaning Istanbul shahridagi Fotih tumani sharqidagi yirik muzey hisoblanadi. Ushbu saroy 15-16 asrlarda Usmonli sultonlarining asosiy ma'muriy qarorgohi bo'lib xizmat qilgan. Sulton Mehmet Fatih buyrug'i bilan qurilish 1459-yilda Konstantinopol bosib olinganidan 6 yil o'tgach boshlangan. Topkapı eski saroydan farqlash uchun dastlab yangi saroy, ya'ni yeni saroy yoki Saroyi Jadid Emri deb nomlangan. Unga 19-asrda Top darvozasi degan ma'noni anglatuvchi Topkapı nomi berilgan. Majmua asrlar davomida kengayib, 1509-yilgi zilzila va 1665-yilgi yong'indan keyin kapital ta'mirlandi. Saroy majmuasi 4 ta asosiy hovli va ko'plab kichikroq binolardan iborat. Sulton oilasining ayol a'zolari haramda yashar edilar va davlatning yetakchi amaldorlari Buyuk vazir imperator kengashi binosida yig'ilishlar o'tkazar edilar. Asrdan so'ng Topkapı sekin asta o'z ahamiyatini yo'qota boshlagan. Chunki o'sha davrning sultonlari yangi qurilgan Bosfor bo'yidagi saroyda o'z vaqtlarini o'tkazganlar. Shuningdek, 1856-yilda Sulton Abdulmajid I sudni yangi Dolmabahçe saroyiga o'tkazishga qaror qilgan. Topkapı imperator xazinasi esa kutubxona va zarbxona kabi ba'zi funksiyalarni o'zida saqlab qoldi. 1923-yilda Usmoniylar imperiyasi tugatilganidan so'ng 1924-yil 3-apreldagi hukumat qarori bilan Topkapı muzeyiga aylantirildi. Turkiya Madaniyat va Turizm vazirligi endi Topkapı saroyi muzeyini boshqaradi. Saroy majmuasida yuzlab xonalar va kameralar mavjud. Muzey kolleksiyasida shuningdek Usmonli kiyimlari, qurollari, zirhlari, miniatyuralari, diniy yodgorliklari va Topkapı qo'lyozmasi kabi asarlar mavjud. Majmuani vazirlik mutasaddilari hamda turk harbiylarining qurollangan askarlari qo'riqlashmoqda. Topkapı saroyi Istanbulning tarixiy maydonlarining bir qismini tashkil qiladi. Shahardagi obyektlar qatorida Topkapı saroyi ham 1985-yilda UNESCO tomonidan Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Saroyning nomi 18-asrgacha Saroyi Jadid Emri bo'lgan. Dengiz bo'yidagi saroy Topkapısi sohil saroyi yong'inda vayron bo'lgach, uning nomi saroyga o'zgartirildi. Turkcha saroyning hozirgi nomi esa Topkapı, ya'ni Top darvozasi degan ma'noni anglatadi. Saroy majmuasi Bosfor bo'g'ozi Marmar dengizi bilan tutashgan joyi, ya'ni saroy burnida joylashgan. Saroyning o'zi esa dengizga yaqin eng baland nuqtada joylashgan. Bu esa butun dunyo ahli e'tiborini tortib kelmoqda. 1453-yilda Sulton Mehmet II Konstantinopolni zabt etganidan so'ng uning buyuk saroyi asosan vayronaga aylangan edi. Usmonli saroyi dastlabki eski saroyda
tashkil etilgan bo'lib, bugungi kunda Beyazit maydonida Istanbul universiteti joylashgan. Mehmet II 1459-yilda Topkapı saroyining qurilishini boshlashni buyurgan. Zamonaviy tarixchi Imbrasli Kritabulning hikoyasiga ko'ra, sulton hamma joydan eng yaxshi ishchilarni, toshchilarni va duradgorlarni chaqirib g'amxo'rlik qilgan. Chunki u ko'rishga arziydigan va har jihatdan o'tmishning eng buyuk va eng yaxshisi bilan raqobatlasha oladigan bo'lishi kerak edi. Saroyning ichki o'zagi qurilishi qachon boshlangan va qachon tugatilganligi haqida turli xil hisob-kitoblar mavjud. Kritabul 1459-1465-yillarni ko'rsatadi. Boshqa manbalarda esa qurilish 1460-yillarning oxirida yakunlangani aytiladi. Mehmet II saroyning asosiy tartibini o'rnatdi. Uning shaxsiy qarorgohi burunning eng baland nuqtasida joylashgan bo'lar edi. Turli binolar va pavilyonlar eng kichik qismini o'rab oldi va burunni Bosfor qirg'oqlari tomon yo'naltirildi. Butun majmua baland devorlar bilan o'ralgan bo'lib, ularning ba'zilari Vizantiya akropoliga borib taqaladi. Topkapı saroyining ko'rinishi nafaqat yevropalik sayohatchilar, balki islom yoki sharq saroylari orasida ham o'ziga xos bo'lgan. Yevropalik sayohatchilar uni asimetrik, ekselent bo'lmagan va nomonumental nisbatlar deb ta'riflashgan. Usmoniylar uni Saodat saroyi deb atashgan. Qattiq, tantanali kundalik hayot imperatorning dunyoning qolgan qismidan ajralib turishini ta'minladi. Asosiy tamoyillardan biri ichki hovlilardan sukunatni kuzatish edi. Imperatorlik yakkalik tamoyili 1477-1481-yillarda Mehmet II tomonidan Qonun-name kodeksida yozilgan. Unda sud amaldorlarining martaba tartibini, ma'muriy iyerarxiyani va protokol masalalarini tartibga soladi. O'tib borayotgan tanholik prinsipi turli zallar va binolarning qurilish uslubi va tartibida o'z aksini topadi. Arxitektorlar hatto saroyda ham sulton va uning oilasi panjarali derazalardan foydalanish va yashirin o'tish yo'llari qurish orqali maksimal maxfiylik va o'z ixtiyorlariga ega bo'lishlarini ta'minlashlari kerak edi. Keyinchalik sultonlar saroyga turli xil o'zgarishlar kiritdilar, ammo Mehmet IIning asosiy tartibi asosan saqlanib qolgan. Saroy 1520-1560-yillar oralig'ida Muhtasham Sulaymon hukmronligi davrida sezilarli darajada kengaytirildi. Sulaymon o'z qarorgohini rivojlanib borayotgan kuchini aks ettirishni xohladi. Bu davrdagi bosh me'mor Fors Alovuddin edi. Shuningdek, Ajim Ali nomi bilan ham tanilgan. U haramning kengayishiga ham mas'ul edi. 1574-yilda katta yong'indan so'ng saroyning oshxonalari yonib vayronaga aylangan. Shunda Sulton Salim II tomonidan ya'ni me'mor Sinanga bu yerlarni qayta tiklash va ta'mirlashni topshirgan. Me'mor nafaqat u yerlarni tiklagan va ta'mirlagan, balki haramni, hammomlarni, shaxsiy xonalarni qayta jihozlab, ta'mirlab, u yerlarni kengaytirgan. Va bu hali bugungacha saqlanib qolgan. 16-asrning oxiriga kelib saroy o'zining hozirgi ko'rinishiga keldi. U bir monolit inshootdan ko'ra keng kompleksli bo'lib, hovlilar atrofida qurilgan. Galereyalar va o'tish joylari bilan bir-biriga bog'langan past darajadagi binolardan iborat. Ba'zi binolar 2 qavatdan oshadi. Yuqoridan ko'rinib turibdiki, saroy hududi 4 ta asosiy hovliga, ya'ni haramga bo'lingan. Birinchi hovli eng kirish mumkin bo'lgan joy, 4-hovli va haram esa kirish qiyin bo'lgan joy hisoblanadi. Bu hovlilarga kirish baland devorlar bilan cheklangan va darvozalar bilan nazorat qilingan. 4-5 ta asosiy hovlidan tashqari majmuada turli xil kichik va o'rta hovlilar mavjud. Majmuaning umumiy hajmi bo'yicha hisob-kitoblar 592.600 kvadrat metrdan 700 kvadrat metr atrofida o'zgarib turadi. G'arb va janubda majmua bugungi kunda Gulxane bog'i deb nomlanuvchi katta imperator gul bog'i bilan chegaradosh. Kichkina yozgi saroylar, ayvonlar, ko'shklar va boshqa shoh zavqlari va vazifalari uchun tuzilmalar kabi turli xil binolar ilgari qirg'oqlarda 5-hovli deb nomlanuvchi
hududda mavjud bo'lgan. Ammo vaqt o'tishi bilan bu qarovsiz qolgan hovli o'z-o'zidan yo'qolib ketgan. Bugungi kungacha mavjud bo'lgan oxirgi dengiz qirg'og'i inshooti 1592-yilda Sulton Murod III tomonidan qurilgan. Saroyga olib boradigan asosiy ko'chalardan bittasi bu Devon yo'li, ya'ni Kengash yo'li deb ataladi. Ushbu yo'l esa Vizantiya va Usmoniylar davrida imperator yurishlari uchun ishlatilgan. U to'g'ridan-to'g'ri Aya Sofiyaga olib chiqadi. Imperator darvozasi birinchi hovliga asosan kirish joyidir. Sulton saroyga uning janubida joylashgan imperator darvozasidan kirardi. Dastlab 1478-yilda qurilgan bu ulkan darvoza 19-asrda marmar bilan qoplangan. Uning markazi baland gumbazli o'tish joyiga olib boradi. Qadimgi hujjatlarga ko'ra 19-asrning ikkinchi yarmigacha darvoza maydoni tepasida yog'ochxona mavjud bo'lgan. Mehmet tomonidan ayvon, saroy ichida merosxo'rlarsiz vafot etganlarning mol-mulkini saqlash joyi va g'aznaning qabul qilish bo'limi sifatida foydalanilgan. Vizantiyadagi Aya Irina cherkovi Usmonlilar tomonidan omborxona va imperator qurol yaroqlari sifatida foydalanilgan. Bu hovli yanicharlar sudi yoki parad sudi nomi bilan ham tanilgan. Mahkama a'zolari va yanicharlar eng yaxshi liboslarni kiyib, yo'l bo'ylab saf tortadilar. Saroyga kirgan ziyoratchilar Salom darvozasi va saroyning ikkinchi hovlisi tomon mana shu yo'lak orqali borishadi. Katta Salom darvozasi shuningdek o'rta darvoza, ya'ni turkchada o'rta kapı nomi bilan ham tanilgan. Saroyga va ikkinchi hovliga mana shu yo'lak olib boradi. 2021-yilning aprel oyida arxeologlar tomonidan Topkapı saroyi oldida olib borilgan tadqiqot ishlar natijasida Rim davriga tegishli bo'lgan galereya topilgan. Umuman olganda imperator darvozasi yaqinida joylashgan galereya birinchi hovlini qazish paytida topilgan va yer sathidan taxminan 5-6 metr bo'lgan pastlikda joylashgan imperator otxonasi Mehmet II davrida qurilgan va Sulaymon davriga kelib bu ishlar qayta tiklangan. Bir 1937-yilda bino oldida olib borilgan qazishmalarda 5-asrga oid Vizantiya diniy binosi qoldiqlari topilgan. Uni saroy hududida qurilgani ma'lum bo'lgan. Bu haqda ma'lumot topilmagan albatta. Shu sabab Topkapı saroyi bazilikasi yoki oddiygina saroy bazilikasi sifatida tanilgan. Shuningdek, xazina binosi tashqarisida balandligi 2 metrdan ortiq nishon tosh, ya'ni turk tilida nishon tashi joylashgan. Ushbu tosh 1790-yilda Salim III tomonidan otilgan miltiq xotirasiga o'rnatilgan. U 1930-yillarda Leventdan saroyga olib kelingan. Qurol kolleksiyasi asosan 7-asrdan 1300-yilni qamrab olgan. Bu esa dunyodagi eng boy islom qurollarining yig'indilaridan biri hisoblanadi. Saroyning qurol yaroq va qurol aslaha kolleksiyasi Usmoniylarning o'zlari tomonidan ishlab chiqilgan chet el istilolaridan yig'ilgan yoki sovg'a sifatida berilgan buyumlardan iborat. To'plamning asosiy qismini Usmonli qurollari tashkil etadi, lekin u Ummaviylar va Abbosiylar qilichlari, shuningdek Mamluk va Fors qurollari, dubulg'alari, qilichlari va boltalari namunalarini o'z ichiga oladi. To'plamning qolgan qismini Yevropa va Osiyo qurollarining kamroq sonini tashkil qiladi. Hozirgi ko'rgazmada 400 ga yaqin qurol mavjud bo'lib, ularning aksariyatida yozuvlar mavjud. Saroyning kutubxonasi haqida gapiradigan bo'lsak, ushbu kutubxona 18-asr Usmonli me'morchiligining namunasi hisoblanadi. Binoning tashqi ko'rinishi marmar bilan qoplangan. Shuningdek, kutubxona gumbazli markaziy zali va 3 ta to'rtburchak
ko'rfazli yunon xochi shaklida bo'lgan. Xochning 4-qo'li ayvondan iborat bo'lib, unga har ikki tomondan zinapoyada chiqiladi. Shuningdek, ayvonning markaziy archasi ostida har ikki tomoni bo'shliqdan iborat bo'lib, unga chiroyli va ajoyib favvora o'rnatilgan. Ushbu favvora esa bino kutubxonasining qimmatbaho kitoblarini namlikdan saqlash uchun ajoyib himoya vositasini bajaradi. Imperator harami sultonning shaxsiy xonalarining bir qismini egallagan. Unda 400 dan ortiq xona mavjud bo'lib, haram sultonning onasi Valida sulton uyi ham bor. Sultonning kanizaklari va xotinlari, shuningdek uning qolgan oila a'zolari, bolalar va ularning xizmatkorlari yashagan. Haram yo'lak va hovlilar orqali tutashgan bir qator bino hamda inshootlardan iborat. Haramda yashovchi har bir xizmat guruhi va iyerarxik guruh hovli atrofida to'plangan o'zi yashagan maydonga ega edi. Xonalar soni aniqlanmagan, ehtimol 100 dan ortiq. Ulardan faqat bir nechtasi omma uchun ochiq. Bu xonadonlarda navbati bilan haram amaldorlari, bosh haram amaldorlari kanizaklari, malika onasi, sultonning turmush o'rtoqlari, shahzodalar egallashgan. Haram darvozasidan ichkariga sulton, malika onasi, sultonning turmush o'rtoqlari, shahzodalar va kanizaklar hamda haramni qo'riqlayotgan amaldorlardan boshqa hech kim kirmagan. Sofa masjidi haqida gapiradigan bo'lsam, ushbu masjid 19-asrda Sofa ochag'i deb nomlangan. Bundan foydalanish uchun esa Mahmud II o'ziga xos imperiya uslubida qayta qurgan. Uning o'rnida esa aslida qilichdorlarning ko'shki turardi. Masjidning darvozasida esa 1958-yilda Sulton Ahmed Majid I tomonidan qayta tiklanganligi ko'rsatilgan. Birinchi hovlidan 4-hovligacha bo'lgan butun majmuaning o'rab turgan tashqi saroy bog'lari joylashgan. Ushbu hududning dengizga qaragan qismi 5-o'rin sifatida ham tanilgan. Topkapı saroyi majmuasidagi daraxtlar diqqatga sazovordir, chunki ko'p asrlar davomida tanasi butunlay bo'shatib yuborilgan qo'ziqorin qurboniga aylangan ushbu daraxtlar hali bugungacha o'zini ko'rkini yo'qotgani yo'q. Shunga qaramay, daraxtlar esa omon qolgan va tik turibdi. Boshqa turdagi ikkita daraxt bir-biriga birlashtirib o'stirilgan. Ushbu daraxtlarning ichida esa ajir daraxti diqqatga sazovordir. Bugun ko'rsatuvimiz orqali Istanbuldagi sirli Topkapı saroyi haqida bilganlarimizni ilindik. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda ham boshqa davlatlar haqida ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Siz kuzatishda davom eting. Biz esa yana yangi ko'rsatuvlarni siz uchun tayyorlashda aslo charchamaymiz. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.